O'zbekiston aholisida yod tanqisligi global muammolardan biri hisoblanadi, chunki dengiz hamda dengiz mahsulotlari deyarli yo'q. Dengiz mahsulotlari iste'moli juda kam, shu sababli aholimizning 80-90% da yod tanqisligi kuzatiladi hamda yod tanqisligi natijasida organizmda endokrin kasalliklar juda ko'plab kuzatilmoqda. Organizmdagi yod tanqisligi belgilari quyidagilar: soch to'kilishi, terining quruqlashishi, aqliy, jismoniy o'sishdan orqada qolish, ortiqcha vazn, xotira pasayishlari, hattoki metabolizm, moddalar almashinuviga ta'sir qilib, qabziyat ham ko'pchilikda kuzatiladi. Yod tanqisligi natijasida organizmda yurak sistemasi, nafas olish sistemasida ham muammolar kelib chiqadi. Hattoki yod tanqisligi bo'y o'sishi hamda suyak muskullar tizimini yaxshi rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar sizda ham ushbu muammolar, belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, sizga organik mahsulot Endamarinni tavsiya qilaman. Endamarin mahsuloti organizmni yodga bo'lgan kunlik ehtiyojini qondiradi, soch, tirnoq holatini yaxshilaydi, metabolizm, moddalar almashinuvini yaxshilash natijasida ortiqcha vazndan xalos etadi, yurak hamda nafas faoliyatini yaxshilaydi, terini namligini, silliqligini normallashtiradi. Umuman olganda Endamarin mahsuloti organizmni organik yod bilan to'yintirib, gormonlar balansini normallashtiradi. Sizda ham yod tanqisligi belgilari kuzatilyaptimi? Kommentariyaga Endamarin so'zini yozib qoldiring.